Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan tadbirkorlar bilan 3 kishi tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlarga qulayliklar, qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida bugun mana Navro'z mahallasiga kelganmiz. Agar kimda qanaqa nima bo'ladigan bo'lsa, takliflar yoki bank tomonidan qiziqarli nimalar bo'lsa, savollarimizga javob berishga tayyormiz. Meni so'raman. Aha. Familiyangiz? Maqsudning holi. Aha. Nima gap? O'zim tadbirkorlik qilmoqchiman. Aha. Opam ishlaydi. Aha. Yo'lida ishlaydi. Qanaqa tadbirkorlik qilsak bo'ladi, masalan, qanchagacha so'mani ajratishlaringiz mumkin? Tadbirkorligingiz bo'yicha 312-qaror bo'yicha 150 milliongacha garovsiz tartibda berishimiz mumkin. 300 milliongacha garov bilan beramiz. Boshqa nima kredit nimalarimiz ham bor. Agar bankka borib murojaat qilsangiz nima qilamiz?